Assalomu alaykum, hurmatli kanal obunachilari, aziz do'stlarim, barchalarga alangali salom. Qalay, ro'za-oy Ramazonlar bilan charchamasdan yuribsizlarmi aziz do'stlarim? Do'stlar, mana bugun 26-fevral 2026-yil Bishkekda mana qor yog'yapti. Ko'rib turganlaridek, kechqurungi soat 8:30 hozir. Paqa gupillab yog'yapti mana do'stlar qor. Kuni bilan yomg'ir yoqqandi azizlarim bugun. Endi mana qorga aylandi, xudo xolasa. Qanchalik sizlarga bu videoda aniq ko'rinyapti bilmadim do'stlar. Bizni qo'llab-quvvatlashda davom etasizlar. Bitta laykchalarni otib azizlarim. Tashqaridan ko'rinishi bu tomonga qaratib oladigan bo'lsak, o'zimiz shu yerda yashayapmiz hozircha, bu tomonda ish qilyapmiz. Mana azizlarim. Bizni qo'llashda davom etasizlar azizlar.